Mahmud Usmon. Mahmud Usmon birodarimiz meni bilishimcha o'zbek zabonlar tarixida Saudiyadagi o'sha fiqh doktoranturasi, mana bizni tilimizga soddaroq aytganda, bitirgan boshqa odam yo'q. Bitta shu. Mahmud Usmon bitirgan saviyadagi ilmiy darajani O'zbekistonda bitirgan odam yo'q. Va Misrda hozir menimcha ya'ni ilmiy ish bo'yicha o'qishga kirdi Mahmud Usmon. O'zbek zabonlar ichida, ya'ni ilmiy diplom ma'nosida Mahmud Usmon kirgan darajada olim yo'q. Ilm saviya masalasi u boshqa narsa. Mahmud Usmonni iqtisod borasida, falsafa borasida, shariat mazhablar masalasida saviyasi havas qilarli, u boshqa masala. Lekin ilmiy daraja masalasini agar o'rtaga qo'ysangiz, yo'q. Mahmud Usmonga o'xshagan hozirgi kunda o'qiyotgan o'sha darajadagi o'zbek zabon kadrimiz yo'q. O'shaning uchun Mahmud Usmonni ham qadriga yetish kerak do'stlar.